Hammaga assalomu alaykum. Mana BID-2 bamper sboriy holati. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsalari qoshlarigacha, yozuvlarigacha, mana hammasi tegidagi matoviy chaslarigacha original bamper bo'ladi, zavodnik. Mana bu qolipniki, qolip mana qolipni narsalari bo'lmaydi, tepadagi narsalari bo'lmaydi. Misol uchun qoshlari bo'lmaydi. Tegidagi matoviy chaslari bo'lmaydi. Bular mana qolipda ko'rayotgan bo'lsangiz, yumshoq. Mana jostki farqi bordi. Yaxshi qarasizlar mana. Tepa qismlari ham buni mana tepa qismlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa black ham hammasi o'zida.